Assalomu alaykum, Tarmoq ustasi kanalining obunachilari. Bugun aqlli oshpaz botini yaratishni qilamiz. Uning uchun Telegram kanalimizga kiramiz. Ushbu bot orqali matn yoki ovqatlarni rasmini chiqarib beruvchi bot yaratish haqida shug'ullanamiz. Bosamiz, Telegram kanaliga kiramiz. Telegram kanaliga kirib yuklab olamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yuklab olgandan keyin mana quyi editorga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng o'zingiz bilasiz, ichki xotiralar tugmasini bosib, mana aqlli oshpaz botini yuklab olamiz. Endi bu tokenni kirgizamiz. Liboy tokenni kirgizamiz. Masalan, bot farzangiga o'tib olib, Liboy tokenni bot start bosib, neva bot aqlli oshpaz botini yaratamiz. Oshpaz botini yaratamiz. Aqlli oshpaz botida bot uz botini yaratamiz. Tokenni olib kirgizamiz. O'zi kanal qo'shsangiz ham bo'ladi, boshqa narsa qilsangiz ham bo'ladi. Shunaqa tugmalarni mana kanal qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, shu botning kanali orqali Liboy kanal qo'shsangiz bo'ladi. Biz qo'shganmiz tayyor qilib. O'sha o'zingizning 251 qatorlik kodda aqlli oshpaz botini yaratamiz. Keyingisi yuklab olgandan keyin endi SSD saytiga o'tamiz. Saytiga o'tib ro'yxatdan o'tib olamiz. Yaqinda video qilamiz o'sha qo'llanma haqida. Inshaalloh aqlli oshpaz boti o'zi chiqargim keldi Liboy bot haqida. Shuning uchun bosib o'sha mana shu faylni yuklaymiz, bilasiz. Aqlli oshpaz tugmasini bosib mana VIP huquq qilishni bilasizlar hammalaring. Shuni VIP huquq qilamiz, bo'ldi, tamom. Aqlli oshpaz VIP bo'ladi masalan. Botni ochamiz, masalan, sizlar ko'rayotgan VIP boshlash tugmasini bossak, aqlli oshpaz botiga xush kelibsiz degan tugma chiqadi. Masalan, Liboy osh deb yozsak, so'rov ketdi, masalan, osh chiqadi. Ishlab chiqaruvchi mana bizning Telegramimiz, bemalol yozishingiz mumkin, aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu bot orqali osh qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz har xil botlar haqida video qilamiz. Xudo xohlasa Tarmoq ustasi bilan qolinglar. Sog' salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Tarmoq ustasi bilan bo'linglar. Tarmoq ustasi hamma botlar haqida o'rgatadi.